Shu otelda ikkalamizga bitta yigit to'g'ri kelib qolsa, men ustida sakrayman. Siz yuzida sakraysiz. Qani deya shunaqa bo'lsa. O'qishga topshiruvdi, 32 ball olibdi. Rossiyaga jo'natversa 14 kunda qaytib kelibdi. Ustaga shogirdlikka bersak, ustani haydab yuboribdi. Mahallada tili chiqmagan bolachalar ham mana shuni ustidan shikoyat qilyapti-da. Yerga ursa osmonga sapchiydi ba'zi haligi jiyanim. Yerga tiqarsa osmondan qaytib tushyapti. Bizi turkumimizga umuman mansub bo'lmagan ishlarni qilyapti-da. Sizlarda ham birorta shunaqa chiqqanmi? Do'stlar, bugungi roligimiz homiysi 1xbet kompaniyasi. Kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod joyiga O'zbegin TVni kiriting va bot emasligingizni isbotlash uchun hisobingizni istalgan summaga to'ldirsangiz, sizga 100% 24 ming rubl bonus beriladi. O'sha summani bizning Telegram kanalida 10 barobargacha ko'paytirsangiz bo'ladi. Erkaklarni ko'p kommentda ko'raman-da, aybdor degan qarab. Sizdagi ayol, siz ajrashgansiz, jahannamiy deb yozgan. Endi ayollar ham erkaklarga shunaqa, siz dacha-madacha yurasiz, maza qilib yengil qushdaysiz, как будто xotiningiz yo'q. Siz maza qilib yashayapsiz bu hayotda, manchi deb. Endi bir narsani o'zing uchun tushunib ol, qizim. O'g'lim. Endi qara. Biz erkaklarni yurishidan noliymiz, ko'chada maza qilib, dacha choyxona qizlarni olib, moshinaga, jonka deb ana qo'yib olib. Nimaga qo'lini yana ana qo'yib olib? Nimaga? deb ko'chaga puflab. Biz shundan noliymiz. Erkaklar bizni ko'p bozorga borishimizdan, kiyinishimizdan, salonga borib o'zimizga qarashimizdan noliydi. Endi bu qizim ikki tomonlama kayf deyiladi. Ayollar bozorga borib, kiyinib, bo'yanib, o'ziga qarab, oddiy mana bunaqa soat olganda ham maza qiladi. O'zim uchun oldim uncha maza. Erkaklar esa kiyinib maza qilmaydi hech qachon. Ular bir xil kiyimda yoz, kuz, qish yashab o'tishi mumkin, lekin ular choyxonaga bormasa, qizlar bilan yurmasa, qizlarni mashinasiga olib, "Davay jonim, davay." Ha, hozir 125, 130, 170 bilan mashinani haydab radarga tushmasa qizim, ular mazza qila olmaydi bu hayotda. Ularni mazza qilishi mana shunda. O'shaning uchun ikki tomonlama bir-birini tushunib yashash kerak bu hayotda. Bitta aka kerak bo'lyapti-da. Kunduz aka deb, kechasi jonim deydigan. To'lib ketdi og'zi bechadani. Tashladingmi? Yut endi. Yut endi. Oybek ham video qilyapti. Sen o'z turing bo'ldi, ushlamasin. Ushlamaysiz. Ushlang. Давай. Bo'ldi. Опа! Я герой здесь, aka? Я герой. Jonim akam oyog'iga bosib qo'ydi. Zo'r men bor edi. Mana ham ovoringda. Assalomu alaykum, hurmatli sudya. 224. Hurmatli sudya. 324. Hurmatli sudya, mana ertalabdan Qarshi 9 ga ish natija bo'ldi. Bo'ldi, o'chiring. 35 dedi. 0.135 bo'lsa hech kim hisoblanadi deydi. Bizniki 324, past yarim litr. Yarim litr past. Yarim litr past. Da qondan olaylik bo'lmasam. Ya bo'ldi, sudga boraverasiz endi, nima bo'lsa ham. Ya sudga. Nima bo'tda guvoh? Opa, bolangizga qarang, mashina tep tashayapti. Pulini to'ladik-ku? Hamma pul to'laydi-ku. Hozir Shurik bilan Alabayni chaqiraman, gazini berishadi. Tush mashindan. Nima deding opamga? Men opam uchun o'tirib chiqaveraman, menga chest muhim. Nima deding sen menga? Opamga gapirganingni ko'rsataman. Qaranglar, xalq qanaqa isqirtlar paydo bo'lgan. Opachamga mashinada shilqimlik qilib ko'rib qo'ylar. Menga farqi yo'q, chest uchun keldim. Hammasi Instagramga ketadi. Xalqim, kechiringlar, bitta opam uchun qamalib ketma iltimos. Men to'g'risi kashaga aralashib qoldim. Men u yoqda yo'q edim o'zi. Bola mendan o'tgan bo'lsa uzr. Menga farqi yo'q, kechiringlar.
ketdim. Konditsioner bormi? To'ymamanga, to'ymayapsanmi? To'ymayapman deyapman. Kelishigacha qo'y. Shaxsan men hech kimni erini olib qo'yganim yo'q, lekin bilmayman nimaga menga opoqlar yozishadi. Men uchun opoqi, men turmushga chiqmagan qizman, farzand ko'rmaganman, turmushga chiqmaganman. 3 ta bolali, 4 ta bolali xotinlar yozishadi-da. Sandagi qizlar bor ekan, bizani erkaklar bizga qaramayapti, yo'ldan urib u bu deyapti deb, men arabskiy o'ynab profilimga qo'ymasam. Endi u opoqini yozganlarini ko'rsanglar, og'zidan bodi kirib shodi chiqyotibdi. Bilmadim, erkak bo'lib qolsam, men ham yashamasdim. Unaqa og'zi, nima deydi, shu so'zni yomon ko'rardim, ishlataman. Og'zi bunaqa shaltoq ayol bilan men ham yashamagan bo'lardim, deydi. Aytyapti, har bir gaplar gapirib tashyapti-da, shunaqa aniq. Xuddi men uni erini taniyman. Eringiz kim bilmayman ham, opa, nima menga shunaqa gaplar yozasizlar? Doston aka, bitta narsa so'rasam to'g'risini aytasizmi? Bir kecha yonimda bo'lganingizda nima qilardingiz? Bunday bug'ib, bo'lmasa ko'tarib olib solardim-da. Хуя, метакрасив, амина секси Babylon. Хуя, метакрасив, амина секси Babylon. Babylon. Бар, две пухи, пирлу, гаши, яши, миллер. Бармен, пригоняем, выпить нас и год, наяти их киллер. Убей их за мой счет, отправь их за мой стол. Пока сухих тухаря, удобней, уборный делать колесо. Да-да, хуя. Метакрасив, амина секси Babylon.